Assalomu alaykum do'stlar, men ismim Abdulaziz. Hozirda 1,5 yildan beri Avstraliyada yashayman va Macquarie universitetida biznes fakultetida tahsil olaman. Bugun sizlar bilan Avstraliya ta'lim tizimi haqida gaplashamiz. Pluslari, minuslari, student bo'lib qancha topsa bo'ladi, o'zini o'zi fully cover qilsa bo'ladimi? Shu mavzularda bugun gaplashamiz. Agar siz Avstraliyada o'qimoqchi bo'lsangiz yoki qaysi davlatda o'qishga ikkilanayotgan bo'lsangiz, bu video albatta sizga foydali, manfaatli bo'ladi. Qani ketdi bo'lmasam. Avstraliya butun dunyoga o'zining ta'lim sifati bilan juda mashhur. Shu sababli studentlar butun dunyodan Avstraliyaga kelishadi, imенно o'qish uchun. Shu sababli ham kontraktlar narxi biroz qimmat boshqa davlatlar bilan taqqoslaydigan bo'lsa, Avstraliyada ta'lim olish sizga yiliga taxminan $30,000 ga tushadi. Va studentlar uchun grantlar mavjud, imенно international studentlar uchun. Bu sizning ta'lim maktab baholaringiz, IELTS va academic resultlaringizga qarab turib farqlanadi. O'rtacha studentlar 10% dan 50% gacha grant olishadi. Xo'p, Avstraliyada o'zi o'qishingiz uchun qanaqa dokumentlar kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda maktab baholaringiz, GPA. Qancha yuqori bo'lsa, shuncha yaxshi. Ikkinchidan IELTS. IELTS bu majburiy, minimum 5,5 olishingiz kerak bo'ladi, imенно Avstraliyada o'qishingiz uchun. Shu dokumentlarni universitetga taqdim qilganingizdan keyin universitetga agar qabul qilinadigan bo'lsa, sizga offer letter beradi. Offer letterni olib, endi siz visa applicationini boshlasangiz ham bo'ladi. Universitetdan offer letter olib bo'lganingizdan keyin endi siz viza protsesini ham boshlasangiz bo'ladi. Viza prosesini boshlashdan oldin siz universitetga birinchi semestrni kontraktini to'liq qo'ygan bo'lishingiz kerak. Faqat shundagina siz viza prosesini boshlaysiz. Avstraliyaga viza olish shansi где-то 70 ga 30, 70% chiqadi agar sizda viza prosesida hech qanaqa dokumentingizda muammo bo'lmagan bo'lsa. Xo'p, siz universitetga to'lov qilganingizdan keyin agar mabodo sizni vizangiz chiqmay qoladigan bo'lsa, universitet sizga 100% pulni qaytarib beradi. Universitetdan offer letter oldik, kontraktini to'ladik. Keyingi step bu motivation letter yozish. Avstraliyada hech qanaqa suhbat mavjud emas, ya'ni Amerikaning vizasiga o'xshamaydi. Sizdan yagona talab qilinadigan narsa bu motivation letter. Ya'ni motivation letterda nimaga Avstraliyada o'qimoqchisiz? Nimaga imенно mana bu universitetni tanladingiz? Shu savollarga javob berishingiz kerak bo'ladi motivation letterda. Sizdan keyingi talab qilinadigan dokument bu financial statement. Ya'ni siz o'z hisob raqamingizga taxminan $30,000-$35,000 atrofida pul qo'yishingiz kerak bo'ladi va buni universitetga ko'rsatishingiz lozim. Kelinglar, hamma etaplarni yana bir qaytarib o'taman. Birinchisi bu universitetdan offer letter olamiz, ikkinchisi kontraktimizni to'laymiz, uchinchisi motivation letter, to'rtinchisi financial statement va beshinchisi medical check-up. Ya'ni medical check-upda siz shunaqa sertifikat olasiz, что siz sog'lomsiz va sizda hech qanaqa kasalliklar yo'q va Avstraliyaga safely travel qila olasiz. Shuni ko'rsatib beradi sizning medical check-upingiz. Va bu O'zbekistonda adashmasam faqat bitta joyda qilinadi. Bu Uzbekistan International Clinicmi yoki Tashkent International Clinicmi? Shu men yana kommentariyada qoldiraman nomini, yoki bo'lmasa mana bu nomi chiqadi klinikani. Universitetga dokumentlaringizni topshirdingiz, universitetdan offer letter oldingiz va vizangizni ham qabul qilib oldingiz. Tabriklayman, endi siz Avstraliyaga kelsangiz bo'ladi. Endi sizni keyingi qiziqtiradigan mavzu bu student bo'lib qancha topsam bo'ladi va o'zimni o'zim cover qilsam bo'ladimi? Kelinglar shu mavzuni ko'rib chiqamiz. Avstraliyada legalna siz haftasiga 24 soat ishlasangiz bo'ladi bu semestr davomida. Semestringiz tugagandan keyin siz break time'da, ya'ni kanikul paytida xohlagancha ishlasangiz bo'ladi, unlimited soat. Endi studentlar taxminan $25 dan $35 gacha topishadi bu avstraliyskiy dollarda va agar siz haftasiga 24 soat ishlaydigan bo'lsangiz, bu haftasiga siz $600 avstraliyskiy dollarda topa olasiz degani. Endi sizni rasxodlaringizga keladigan bo'lsak, taxminan $450-500 bo'ladi. Bu albatta hammada har xil.
Yana bir muhim ma'lumot, Avstraliyada 1 yil foundation va 3 yil bakalavr bo'ladi. Ya'ni siz O'zbekistonda 11 yillik ta'limda o'qigan bo'lsangiz, siz Avstraliyaga kelib 1 yil foundation o'qib berasiz va keyin 3 yil bakalavr o'qiysiz. O'ylaymanki videomiz manfaatli bo'ldi va sarflagan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Agar sizda mabodo qanaqadir savollaring bo'ladigan bo'lsa, Avstraliya bo'yicha mana shu kommentariyada yozib ketsalaring bo'ladi. Men qo'limdan kelgancha barcha savollarga javob berishga harakat qilaman. Salomat bo'linglar. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Italiyaga topshirish arziydimi yoki yo'q? Viza protsess. Undan keyin siz Italiyaga kelganingizdan keyin sizni kutib turgan sarguzashtlar haqida gaplashamiz. Ismim Diyorbek. 1 yil Sienada foundation kursini tugatganman. Undan keyin hozirda Sapienzada top 128 talikda computer science yo'nalishida o'qiyman. Siz Italiyaga topshirishingiz uchun birinchi o'rinda sizga 12 yillik ta'lim kerak. 12 yillik ta'lim nima? 12 yillik ta'lim masalan o'zimizda O'zbekistonda maktab sistemasi 11 yillik bo'lgani sababli siz 1 yil plus qo'shimcha o'qib berishingiz kerak. U xoh boshqa davlatda bo'lsin, xoh boshqa shaharda u qizig'i yo'q. 1 yil o'qib 12 yillik ta'lim sertifikatingiz bilan Italiyada bakalavriat topshirsangiz bo'ladi. Xo'p, siz Italiyaga topshirayotgan paytingizda sizning maktab baholaringiz a'lo bo'lishi kerak, ya'ni 90% dan yuqori bo'lishi kerak. Undan keyin sizdan ko'p talab qilinadigan narsa IELTS sertifikatingiz kamida 5,5 va undan yuqori bo'lishi kerak. Masalan, yaxshiroq universitetga topshirmoqchi bo'lsangiz, 6,5 plus 7 IELTS bilan top universitetga qabul qilinish ehtimolingiz ko'proq. Xo'p, undan keyin yana nima haqida gaplashsak bo'ladi? Da, pamyatni to'libdi aka. Xo'p, Italiyada ta'lim tizimi haqida gaplashadigan bo'lsak, bu yerda ta'lim tizimi hamma o'zi uchun o'qiydi. Masalan, studentdan forma talab qilinmaydi yoki darslarga kirayotgan vaqtingiz professor sizga nega kechikib kelding, qani kitob daftaring, soch soqoling qani, nega soching to'g'rilamagin deb hech kim sizdan so'ramaydi. Hamma o'zi uchun ilm olish uchun o'qiydi bu yerda. Xo'p, ana endi kontraktlarga keladigan bo'lsa, Italiyada kontrakt deyarli yo'q. Imenda masalan siz agar grantga topshiradigan bo'lsangiz, bizda Italiyada regional scholarship degan narsa bor. Agar siz scholarshipga topshirsangiz, siz uje kontrakt to'lashingiz shart emas, siz grantda o'qiysiz. O'shaning uchun Italiyada o'qish tekin. Ketdik. Ne? Yağmur yubordi. Tekin. Plus sizga yana o'sha konsaltingda aytadigan narsa, oyiga yiliga 8,000 euro stipendiya deydigan narsasi ham bor. Bu haqiqat. O'sha grantni yutib olish qanchalik oson yoki qiyin deb savol berilsa, grant yutish nisbatan universitetga kirishdan ko'ra osonroq. Ya'ni universitetga kirish qiyinroq, grant yutish osonroq. Shu sababli grantdan unaqa problema qilmasangiz ham bo'ladi. Muhimi siz universitetga kirsangiz bo'ldi. Keyingi masala. 8,000 euro stipendiya o'z ichiga nimalarni oladi? Bu sizga 2 mahal tekin ovqat plus yotoqxona beradi, ya'ni общага. Ko'p joyda studentlar hozir chalkashib ketishi mumkin, чтобы plus 8,000 euro stipendiya, 2 mahal ovqat, keyin yana accommodation beradimi bizga deb yo'q. Hammasini puli o'sha 8,000 eurodan kompensatsiya qilib ushlab olinadi. Shu joyga ham e'tibor berish kerak. Undan keyin kvartira topish problemalari, muammolari. Kvartira topish u darajada qiyin emas. Masalan, agar italyan tilini bilsangiz, bu yerda o'zida приложениялari bor. Va o'sha приложениялар orqali siz bemalol e'lon bergan odamlarga telefon qilib italyanchada uy topishingiz mumkin. Agar bilmasangiz til, Facebook, WhatsApp, Telegram gruppalar orqali 300 eurodan 600 eurogacha uy topishingiz mumkin. Xo'p, undan keyin topgan kvartirangizga qarab oziq-ovqat uchun maksimum oyiga 150 euro atrofida ketadi. Albatta sizda 2 mahal tekin ovqat bo'lgandan keyin bu yog'i endi o'zingizga bog'liq. Viza olish jarayoni 100% shkaladan olib qaraydigan bo'lsak 80 ga 20. Agar sizning dokumentlaringiz to'g'ri yig'ilgan bo'lsa va moliyaviy taraflama uydagilar sizni ta'minlab berishini, bera olishlarini dokumentlar orqali isbotlab bersa, 80% holatda viza chiqadi. Agar Italiya haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, men kommentariyada va описаниеda kanal linkini hamda
Instagramga qoldiraman. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz. Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Biloldin va men 1 yildan beri Malayziyada o'qiydigan studentman. Bugungi videoda men sizlarga Malayziyaga vizaga topshirish, bu yerga kelib yashash, o'qish, sharoitlar, rasxodlar hammasini gapirib beraman. Xo'p, birinchi bo'lib viza jarayoniga to'xtalsak, viza jarayoni Malayziya uchun unchalik qiyin emas. Ko'p rasxod ketmaydi, ko'p dokument ketmaydi. Dokumentlar, rasxodlar albatta universitetlarda reytingiga, darajasiga bog'liq bo'ladi. Asosan universitetlarga kerakli bo'ladigan dokumentlar birinchi o'rinda IELTS yoki TOEFL, maktabni bitirganingizdagi shahodatnoma va bank hisob raqamingiz bo'ladi va universitetlarda boshqa reglamentlariga qarab yana birozga dokumentlar qo'shilishi mumkin. Va viza jarayoni 2 haftadan 1 oygacha vaqt oladi va asosan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Markaziy Osiyo davlatlariga viza berish darajasi juda yuqori Malayziyada va Malayziyaga kelib bu yerda yashashga sharoit juda yaxshi. Men o'zim 1 yil yashab qilgan xulosamdan kelib chiqib aytaman. Sharoit studentlarga juda zo'r. Yashash xarajatlari arzon, kontraktlar arzon. Ko'p universitetlar 100% gacha grant beradi. Albatta maktab baholari til sertifikatiga qarab va yashash xarajatlari deyarli O'zbekiston bilan bir xil va uy topish yoki kvartira topish unaqa narsalardan deyarli muammo bo'lmaydi va Malayziyani ko'pchilik qiziqadigan tomoni bu sayohat. Siz bo'sh vaqtingizda bemalol Malayziyani Langkawi va shunga o'xshash orollarga sayohatga chiqsangiz bo'ladi va tur paketlari ham juda ham arzon. Keyingi navbatda ishlashga to'xtaladigan bo'lsak, Malayziyada ishlashga ba'zi universitetlarda ruxsat beradi, ba'zilarida bermaydi. Lekin oyliklarga kelib to'xtaladigan bo'lsak, oyliklar unchalik baland emas. Chunki yashash xarajatlari arzonligi uchun oyliklar ham shunga yarasha arzon. Baribir kontrakt yoki boshqa rasxodlar uchun uydagilardan yordam olish kerak bo'ladi ko'p holatlarda. Va bu yerda ko'pchilik studentlar Malayziyani asosan exchange dasturiga qiziqadi. Chunki ko'p universitetlarda qolgan top davlatlar bilan exchange dasturi bor. Chunki ular to'g'ridan-to'g'ri ishlashadi. Avstraliya, Amerika, Yangi Zelandiya universitetlari bilan siz 2 yil Malayziyada, 2 yil shu davlatlarda yoki 1 yil bu yerda, qolgan yillarda u yerda yoki foundationda o'qib turib Italiya yoki Yevropaning boshqa davlatlariga o'tib ketish imkoniyati bor. Shuning uchun ko'p studentlar shu yo'llar bilan ham kelishadi. Umuman olganda Malayziya student bo'lib kelishi juda ham qulay, arzon davlat va ta'lim sifati, lekin dunyoni xohlagan davlat bilan bemalol raqobat qila oladi. Nima deyman? Xohish bo'lsa, xudo xolisa kelib ko'rish kerak.